Yaylağa yolu bilishi mumkin. Sening yaylağa bormi? Albatta, u degan mening yurtim bo'lsa, intiqom qilib qaytib ketaman. Ha, men bo'ldim. Men bilan birga bor. O'rmonga qaytib ketaylik. Men bilan birga bor. Qani bir gap bo'la. Do'stlar, atdiganda mashari chini qo'ytamsizlar? Shundoq. Yaylağa ketish uchun o'chanish kerak. Ammo bek charchab ketmanglar. Acayip issiqda. Sen yaylağa boramsan, men bu. Yo'q, u berishni xohlamaydi ekan. Ems qandoq qilasan, Bimbo? Biz bilan turamsan? Yo'q, menmi boraman. Sizlar ketsanlar bu yer zerikishib qoladi. Biz hozir ketmaymiz, shunda xiyolimiz bor. Endi bek yaxshi bo'lgandek. Faqat hadini orog'i berkitib shayratgan. Mumkin emas. Biz nimishga tushunmaysan, bu yerda berkitib cho'shqanda u xat o'zgari. Podsho yo'lab olgan yo'lda. Beradi. Ems hozirni ber qulundan so'raylik. Yuguraylik, ma'qulmi? Ma'qul. Başlayalım. Yürü. Bimbo. Sen beni tutuyorsun be. Yaudah, mau ngapain, Bu? Bimbo, yang kira-kira ini. Bimbo, Felicia!
Orman bilan yaylaq qaytish uchun mishadan o'tmay amal yo'q. Sarang bo'ldingmi? Unda qilma Simba. Bu xatarlik. Simba, do'stingga tasalli bermay qarab tursan-ku. Bimbo! Sen kim? Cimma? Men Simba. Simba? Rostmı Men teg'isini rostmı chiqib ketdi debdim men. Men qutulup qoldim. Bürküt podshohi meni qutuldirib oldi. Seni qutuldirganimdan ben xo'shalman. Rahmat, Simbadan ayrılıp kalsam bek azoplanaman. Ikkimiz kichigimizla birga o'ynab cho'ng bo'lgan biz yaxshi do'st. Sen nemishqa u tarafga o'tmoqchi bo'lib qolding? Yaylaqqa boradigan yo'l tepish uchun. Yaylaqqa? Simba'nın asli yurti yaylaq. Mening yurtim shimaldagi o'rmonliq. Siz o'rmon bilan yaylaqqa boradigan yo'lni bilamsiz. Men o'rmonliqni bilime. O bu yerning shimolida. O o'rmonliq shundoq chiroyliq, poyonsiz. Men anlagan. Hamsa yaylaqning nerligini bilamsiz. Mening ko'zim bak o'tkir. Har qanday narsani topa olayman. Oh, bek yaxshi bo'ldi. Undaq bo'lsa yaylaqni topa olamsiz. Albatta topa olayman. Bu tog'ning cho'qqisiga chiqsaqlar, hammani ko'ra olamiz. O kim? Qo'rqmanglar, do'stimiz. Bu yoqqa kel. Biz tog' cho'qqisiga birga chiqaylik. Sen mening ustimga chiq, Bimbo uning ustiga chiqsin. Tog' cho'qqisiga chiqishni eng yaxshi usuli mushu. Tog' cho'qqisida biz atrofdagi hamma narsani ko'ra olamiz. Bek yaxshi bo'ldi. Acep chiroyliqkan. Shundoq. Simba, ota-bovlaring ana shu yerga yashagan. Ko'rdingmi? Sen bordigan yaylaq shu. U dadang turg'ayi. Dadam yaylaqni tashlab o'rmonlikqa kelgan. Dadang buyuk podshoh edi. Har bir hayvonni qo'g'daydi, hurmatlaydi.
Basimani eve qo'shiqni yurayverma. Qisib ketdi bugün. Planimizni ijro qilishga tayyorlanaylik. Mama. Sizga topshirdim. İntiqomimni e'lon. Dadang o'rmonliqqa dushmanlarni jazolash uchun kelgan. Babamni asli yolvos o'ldirib tikandi. Dushmanlar sening yig'lig'ingni ko'rsa xush bo'ladi. Men opamni yolvos o'ldirib etganligini bilmaydiganman. Sizlar bu yerda ekansiz-ku, ajab izlatdinglar meni. Sinba, yig'labsan-ku, nima bo'ldi? Yaralandingmi? Sen yana qaytib kelibsan-ku. Adinaroning javob xatidan keldi. Mana be. Mana, Rahmat. bu xatni pek muhim degan. Yaxshi-ku. Simba bilan Bimboni tanlabdi. Biri yayroqning, biri o'rmonliqning kelgusidagi podshohi bo'pti. Bek yaxshi bo'ldi. Men ikki podshohga salom beray. Bizni cho'ng iyiq yulduzlar turkumi tanlagan. Men ko'rgan Haki. Mana men. Kela. Yayroq bilan shimoldagi o'rmonliqning yangi podshohlari bilan ko'rish. Biz texi yosh. Bu neymiş? Bir gitme salam berip o. Yurtinglarga tez qaytinglar. Ko'pchilik yo'linglarga qarayotidi. Kelinglar, bayiqiga o'xshash ustimizga chiqarib apirib qo'yaylik. Ular ketamdi. Ota-onamizning qisosini yapılib ondan qaytdimiz. Serikalmay kelib chataq chiqaradi. Bek to'g'ri dedinglar. Amisa qaytadigan chig'inglarda andin apirib qo'yaylik.
Gepimiz gelme. Gepingizde turmusunuzchu? Gepimde turmasam, çoğun iyik yultuza Türkime jasalısın. Ha? Yaxşı qoy. Biz ketdik hamsa. Boludu, biz ilaqadek usulda apırıp koyaylı. Yo'q, biz mengib ketamiz. To'g'ri, bu eng yaxshi chiniqish. Xo'sh hamsa. Ula padişahı xas xislat etildiripti. Xo'sh! Nima? Simba bilan Bimbo ketdimi? Endi bayliq topolmaydigan bo'ldik. Qanday qilamiz? Ular mushundaqli ketib qolganmidi? Shu emasmi? Bizga xo'shmi deb qo'ymaydi. Shu emasmi? Nima, yig'labsan o? Simba bilan Bimbo ketib. Nega? Büyük podshoh bilan ketdi. Yo'q, ular qisas olmaytirib ketmaydi. To'g'ri. Qaranglar, ular qaytib keldi. Eysi bez gözünü aç. Qarag'ay. Simba qaytib ketdi. Keldi deb. Qaytib kelganinglardan xush bo'ldim. Yayla. Simba. Yaman tushkading ha? Başta jo'yladim, andin vaqirdim. Burkit odimizdan tushib ketib qo'rqib uyg'onib ketdim. Sen burkutga tayinib emas, o'zanga tayinib yayloqqa qaytishing kerak. O'zimga tayinib, To'g'ri, o'zanga tayinib. Tang'atdi, men bilaman. nega boramiz? Yayloqqa sana eng yaxshi yo'lni ko'rsatib qo'yaman. Yayloq bekshiraq tursa. Men yiqi yo'lni bilaman. Bingochi. Uni o'yg'atmayli, birdamla qaytib kelamiz. Yamishib chiq, Simba. Yiqi yo'l meshada. Mama esir. Kuşa. O'rningdan tur. Ma. Ko'zini och, o'ron. Simba yayroqqa boradigan eng yiqi yo'lni izlab ketdi. Men bilaman. Men senga dadaning qisosini olish uchun o'tib qo'yaman. Bimbo. Menda qil. Obdan qara. Ha? Kela, sen geldi. Ha, pembele öz. O'rnidan tur, bundoq qilsang mahorat o'rganmaysan. Qin yan bir kela. Kuşa. Qayta. Ben kuchimdan qayta. Qattiq öz. Korkmay atla. Bulmuş yayla qaytamaysan.
ata-ananı öldürgen düşman karşı kırıkta. Bildin mi? Mumkun. Gözünü yoğa açıp kara. Ula aşağıda. Seni tebrikleyemez Simba. Kazandım! Onu öğrettin! Kazandık. Bizge endi yaylağa bargan yolunu dep beresiz. O yol cismani güç bilen batırlık. Baro, siz degan usul qaysi? Cismani güç bilen batırlık. Toya, cismani kişen batılık buluş gerek. Tirikçalığım bakak etmedi. Simba bilen Binbo ahir yurtiga qaytadigan eng yaqin yo'l bilan ota-onasining qisosini elish usulining qaysi ekanligini tushundi. U bo'lsa-mu cho'qim jismoniy kuchni oshirib botir bo'lish edi. Barliq ilmiy qoidalarni tushunish uchun ular yana qanday ishlarga duch keladi? Buni keyingi qismdan ko'ringlar.